Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari va Yorqinbek Uz kanalining obunachilari. Sizlarga mana shu bugungi videomiz ilk bor keltirilgan Qashqadaryodan kelgan qo'chqorimiz haqida qisqacha video tayyorladik. Yoshiga keladigan bo'lsak, yoshi endi 2 tish bo'ldi. Balandligi 90 plus minus atrofida. Xo'sh, endi biz buni boqishga tashlamoqchimiz. Chunki qo'ylarni o'sha sog'liqlar hammasi mana shu qo'chqorimizdan chiqdi. Endi bizga hozircha qo'chqor kerak emas. Kim nima deb o'ylaydi? Mana shu qo'chqorimizni qancha vaqt boqishimiz kerak, nimalar berishimiz kerak, qancha yuk beradi? Kommentariyaga yozib qoldirsalaringiz, albatta kommentariyalarimiz bee'tibor qoldirilmaydi. Ana tishiga kelsak, tishi 2 tish. Hala 2 tish bo'lsa shishak bo'ladi. Xo'sh. Buyiga kelsak, azizlar. Buyiga kelsak, buyi mana 90 plus minus atrofida. Xo'sh, hali ham obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lish qo'ng'iroqchasi, obuna bo'lish tugmachasini bosib, like, komment kutamiz sizlardan. Kanalimiz rivoji uchun albatta obuna bo'lishni so'rab qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Yorqinbek Uz kanali bo'ldi.